Vaqt nima degan tez o'tgan ha? Hash-pash deguncha bu yilmi chiqib ketayli deb qoldi. Biz bu bir yil jarayonida nurg'un narsalarga erishdik, ham nurg'un narsalarni yo'qotdik. Gah yig'lasak, gah kuldik. Bayg'imi o'tdi bu kun, nomratqimi o'tdi bu kun. Qisqagina bu bir yil jarayonida sinaldik, ham sinadik. Odam hayotda 1000 yil yashamaydi ekan. Qisqagina bu hayotda bir-birimizga kibr bilan emas, balki mehr bilan qarash kerak ekan. Do'stim, mush fursatda sizga ko'nglimdagi gaplarni davolay. Kibrlik, manmanlik bilan ish bitmaydi. Odam degan egilishnimi, boshqalarning oldida kamtar bo'lishnimi bilish kerak. Egilib ko'nmagan shoxni aman shamol so'ndirib tashlaydi. Esingizda bo'lsin, yaqinlaringizning qancha oddiy bo'lishidan qat'iy nazar, ularning sizga bo'lgan samimiy tuyg'ularini qadrlang. Undaq bo'lmaydi ekan, nurg'un esil kishilar siz duymasdinla hayotingizdan chiqib ketadi. Bu hayot to'limi qisqa. Shunglashqa erkin yashang, xuddi butun dunyo o'zingizninkidek. Mehr muhabbat bilan yashang, xuddi butun dunyodagi barcha odamlar sizning o'z qarindoshingizdek. Xo'shan-xo'ram yashang, xuddi badaningizda qayg'uning hujayrasi yo'qdek. Eng haqiqiy, eng go'zal holatingizni o'zingizga qoldiring. Tabiiy bo'lgan o'zingizdan huzur eling, o'zingiz bilan samimiy paranglashing. Albatta, o'zingizni aldamang. O'zingizga ko'yining, o'zingizni qadrlang, o'zingizni seving. Chunki o'zini sevmagan kishi hech kimni sevmaydi. Sevimlik azizam, ko'ni yildagi barcha adovat, ko'ngilsizliklarni unutib ketdim. Do'stlaringizga, hatto sizga yomonlik qilgan dushmanlaringizga ham kam qo'rsaqlik bilan kulib qo'ying. Yangi yilga dadil qadam tashlag'aysiz. Yangi yilda teningiz salomat, ishlaringiz o'ngishliq, oilangiz xotirjam bo'lg'usi. Xayr, omon bo'ling azizam.